Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga mayda endi tuxumdan chiqqan ulitkalarga konteyner tayyorlashni ko'rsataman. Одноразовый idishni olib, bir yoq tarafini tepadan teshib chiqamiz. Xohlasanglar maqtach teshishingiz mumkin. Men oshxonamda issiq bo'lgani uchun issiqqa tanladim. Issiqqa yaxshilab gazda qizdirib olsanglar, oson teshiladi. Iloji boricha maydaroq teshinglar, chunki endi tuxumdan chiqqan ulitkalar juda kichkina bo'ladi. Shu teshichalardan qochib ketishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha maydaroq teshishga harakat qilinglar. Videoda ko'rib turganingizdek, ikkinchi tarafini pastrog'idan teshamiz. Ventilyatsiya bo'lishi uchun havo yaxshi aylanadi shunda. Idish talayotganda shunaqa razlashnisini tanlaylik, ichi ko'rinib turadigan. Har bir qopqog'ini ochib bezovta qilavermaysizlar ulitkalarni. Ulitkalarni tagiga shunaqa kokosovый torf solinadi, oddiy turpa emas. Bu yerda hozir kokosovый torf juda quruq. Uni konteynerga solgandan keyin suv sepsa, o'zi namlanib ishadi ancha. Suvni shunaqa pulverizatorda sepamiz, hamma joyini namlantirib. Mayda ulitkalarimi o'rtanchalarcha solib qo'yib turdim. Bu yerda o'rtanchalar ham bor. Maydalarni, o'rtanchalarni, kattalarni alohida saqlayman. Bir-biriga zarar berib qo'ymaslik uchun toshlariga urilib. Kichkina bo'lgani uchun ulitkalarga mana shunaqa salatoviy barg solaman. Yeyishiga oson bo'ladi. Ustidan kalsiy smesini sepib, ulitkalarni qo'yib qo'yamiz. Qo'lda ushlayotganda ehtiyot bo'lish kerak, chunki toshchalar juda ham yumshoq bo'ladi. Zarar berib qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'lib solish kerak. Hozircha 14 ta mayda ulitka qoldi menda. Men ko'rib turganingizdek, 24 soat o'tmasdan o'sha hammasini yeb bitirishdi. Mayda bo'lsa ham ishtahalari zo'r. Ko'proq shunaqa videolar chiqarishim xohlasanglar, podpisatsiya bosib, like, kommentariy yozinglar. Xudo xolisa bundan ham qiziq videolarni chiqaramiz.